Mahsulotlarni raspakov qilamiz. Voy. Birinchi o'rinda kalbasa topdim. Hali qidirib rosa topdim, nihoyat. Iftorlikda yeyman. Yani orqasi arasida tushirib, yutibga tashlab ko'raman, hali yo'q qolmas meni. Lekin ana uni govyadina deb yozilgan. Lekin baribir ham tekshirib ko'rishim kerak. Odam shunaqa qo'rqadi bu yerda. Go'shtlik mahsulotlarni yeyishga. Qaniydi bu? Nima deb yeydilar buni? Bu olivia yog'i, bu aynan cold extractiondan olish kerak, extra virginligidan olish kerak buni. Bunga hozir dunyoda rosa moda bo'lib ketdi, hamma joyda. Neydi? Bundan bir qoshiq, keyin limondan bir qoshiq ichi aralashtirib ertalab och qoringa ichadigan bo'lsa, yuzni ham, butun tanani ham yog'lardan ertarkan yuzni ham tiniqlashtirar ekan. Sinib qo'yamiz, shu uchun zakaz qilgan edim buni. Bu 100 gramlik cheese. Sir zakaz qildim. 100 gramlik. Nima narsa endi? Ha, bu manaqa yomon bo'lib ketmasligi uchun yuzi suv ekan. Ichiga qo'yib Las, endi buni keldik. Margarin. Manti bilan qonataganda orasiga solamiz deb zakaz qildim. Xullas, meni hamma narsam tugadi shu yerda. O'zi faqat zakaz qilayotgan narsa faqat to'xtalik narsalar, faqat yeyish, faqat tomoqqa bo'ldi. Boshqa hech narsaga emas.